Mazkur videoda Abbosiylar xalifaligi malikasi bo'lgan xorazmlik Kanizak Shuja al-Xorazmiy haqida ma'lumot beramiz. Shuja al-Xorazmiy, shuningdek Ummu Jafar yoki Ummu al-Mutavakkil nomlari bilan tarixda qolgan xorazmlik malika 8-Abbosiy xalifa Mutasimning Ummu al-Valadi va xalifa Mutavakkilning onasi bo'lgan. Shuja Abbosiylar sulolasi shahzodasi Muhammadning kanizagi bo'lgan. 819-yilda haramga kirgan. Shujani Abu Ishoq Muhammad ibn Horun kanizaklikka olguniga qadar Abbosiylar xonadonida ulg'aygan. U oqsoqol Musa ibn Bug'a bilan qarindosh bo'lgan. Shuja ismi jasur va qo'rqmas degan ma'noni anglatadi. Muhammadning o'g'li Jafarni xalifa Mutavakkilni dunyoga keltirgan. Xalifa Mutavakkil 822-yilda Abbosiy shahzodasi Abu Ishoq Muhammad, keyinchalik xalifa Mutasim va xorazmlik Kanizak Shujadan tug'ilgan. Shujaning yoshlik davri noaniq. Bu haqida ma'lumotlar deyarli mavjud emas. Shuningdek, Mutavakkilning ham yoshlik davri haqida ma'lumotlar kam. Buning sababi Mutavakkil 847-yil avgustida katta akasi Vosiq vafotigacha siyosiy ishlarda hech qanday rol o'ynamagan. Mutavakkil xalifa bo'lgach, onasi Shujaga 500 ming dinor va bir qancha yerdan iborat moliyaviy kuch bergan. Manbalarda bu ayolning siyosiy kuchga ega bo'lgani haqida ma'lumotlar juda kam. O'g'li xalifa bo'lganidan ko'p o'tmay Shuja haj safariga chiqqan. Manbalarda yozilishicha, Shuja al-Xorazmiy haj safarida ko'plab saxiyliklar qilgan. Mutavakkil onasi bilan xayrlashish uchun safar boshida hamrohlik qilgan. Shuja Kufaga yetib kelgach, Abbosiylar va tolibiy erkaklarning har biriga 1000 dinordan, har bir ayolga 500 dinordan, muhojirin qabilasidan esa har bir erkak 100 dinordan, har bir ayol esa 10 dinordan olish haqida buyruq bergan. Bu yerda Shuja 50 ming dinordan ortiq mablag' va 1 million dinordan ortiqqa baholanadigan taqinchoqlar qoldirgan deyiladi. Shuja 861-yilda vafot etgan. Uning boyligi avlodlariga meros qolgan. Malika Shuja avlodlaridan bir nechta muhim Abbosiy xalifa va shahzodalar yetishib chiqqan. Abbosiylar xalifaligi sulola vakillari bo'lgan Mutavakkil, Muntasir, Muvaffaq, Mutamid, Mutaz, Ismoil, Muayyad Shuja al-Xorazmiy avlodlari hisoblanadi. Mashhur malika Farida esa uning kelini bo'lgan.